Assalomu alaykum. Biz kuzatib boruvchi kanalimiz a'zolari. Mana bir mebelimizni ustunovka jarayonini tugatdik. Xo'sh, bu mebelni Namangan viloyati 6-mikrorayonga ustunovka qildik. Do'mga ustunovka qilganmiz. Xo'sh, bu yog'i 1.95, bu ro'para 2.70, bu yog'i ham 1.94 shunaqa edi. Xo'sh, akril matli holatda bo'lgan. Salapanini olib qo'ymadik. Bu yerda remont ishlari borligi uchun bu salapanni keyin remontdan keyin olamiz deyishdi. Xo'sh, 2,5 million so'mdan bunaqasi bo'lgan 1 metri. Xo'sh, bo'yi 2.55 holatda bo'ldi. Antresoli, просто 3-etajli kichkina variant bo'lgan. Xo'sh, общий narxi 9,5 million so'mga bo'ldi. Ruchkasi fasonda ishlangan. Bu yerda mana kontrolini o'rab ketganmiz. Film uslarini fonda o'rab ketilgan. Ichkasi naqlish ketdi. Bu yoqqa gaz qo'yilgan. Bu yoqdan mana tashchi qo'yib qo'ydik. Mo'ykamiz. Bu yoqdan 2 qanot eshik. Bu yoqdan foydalansa bo'ladi. Keyin Kedri firmani matvistal insasidan ishlatdik. Xo'sh, bu yoqda paladonimiz bor. Kattaroq bo'lgani uchun yonaqa holatga qo'yilgan. Bu yoqqa mikrofonga qo'yadigan bo'lgan. Sushilkasini shu yerga joylab berdik. Xaridning tepasi. Bularda push mexanizmlari bor. Tepasi ham keng holatda bo'lgan. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Chiroyli qilib yasab ustunovkasini qilib beramiz.